Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Hammalarınki müşahınlar xeyirlik bolsun. Nashr kontrol sistemisi dərsimizninki yangi qismiga xush kelibsiz. Bugungi dərsimizdə bolsa, biz nashr kontrol sistemisidagi rebase degan uqumni o'rganib o'tamiz. Rebase degan nima degan vaqtida rebase biz oldingi darslarimizda o'rganib o'tgan merge ga o'xshab ketadigan bo'lib, merge da biz bir branchdan yan bir branchga kodlarimizni birlashtirgan vaqtida merge deganni ishlatamiz. Rebase bo'lsa bizda hozir master da bir branch bor. Master degan branchda ikki tal commit bor. Bu ikki commitdan keyin biz yangi bir shu master branchni kopyalab, yangidan bir branchdan birini qurdik. Branchni qurib, o branchga yangi bir o'zgartishlarni kirgizdik. O'zgartishlarni kirgizib bo'lgandan keyin bu yangi branchda, ya'ni men development deb bir branch qurgan bo'lsam, bu branch shu yangi biz qilgan o'zgartishlar oldingi master branchdan ekelgan commitlarning keyiniga ulinib mangdi. Masalan, master branchda biz ikki tal commit qilgan bo'lsak, development branchda shu ikki commitninki keyiniga, ya'ni izohatning keyiniga ulinib yangi izohatlar qo'shilib mangdi, ya'ni commitlar qo'shilib mangdi. Master branchda qilib qolgan yerimizdan, ya'ni shu ikki commitdan keyin boshqa bir ishni master branchda qilgan bo'lsak, development branchga o'tib, master branchnikini developmentga birlashtirish uchun shu merge'ni ishlatgan vaqtida keyiniga qo'shilib mangdi. Masalan, bizda master branchda birinchi, ikkinchi commit bo'lgan bo'lsa, developmentda 3, 4 bo'lgan bo'lsa, merge qilganda 4 ning keyiniga qo'shildi. Rebase'da masterdan keyingi yozgan shu izohatlar mavu development branchdan kirgan master branchning oxirgi izohatiga qo'shilib mangdi. Ya'ni avval master branch keldi, master branchdagi kodlar kelib bo'lgandan keyin, uningdan keyin development branchdagi keldi. Ya'ni master branchda masalan 3 tal avval ikkisi botdi, uchinchisini yozdik. Is bo'lgandan keyin biz bu branchni mavu development branch turib master branchni rebase qilgan bo'lsak, miyadagi C2 degan, command 2 degan izohat mavu developmentdagi C4 ning oxiriga emas, rebase qilganda shu C3 ning oldiga C1 ning keyiniga qilib qo'shilib bir tuzsiz holatdagi izohat turiga aylandi. Ya'ni bu birlashib 0 command, ya'ni index 0, 1, 2 deb mangdi. 2 ningdan keyin developmentdagi qolgan branch commitlar kelib birlashib mangdi. Endi buni amaliy mashg'ulot qilish orqali ko'rib baqilay. Undaqda men yangi bir project qurib, o projectni Visual Studio Code'da echib, o'zgartishlarni, yangi hujjatlarni quray. Undaqda amaliy mashg'ulotga boshlab ketaylik. Men hozir ustal yuziga practice'da bir yangi hujjat xaltasi qurdim. Uni echib, shu practice degan hujjat xaltasining ichiga biz yangi hujjatlarni qurib, o'zgartishlarni olib boraylik. Masalan, yana index 1 checkit HTML deb bir hujjatdan birini qurdim. Bu yerga yangi hujjat deb yozdim. Yozib qilgandan keyin men buni shu commit add commit qilishdan burun avval shu hujjat qisqichbayaga kirib, shu yerga GitHubni initialize qilma. Initialize qilish uchun git initni bosdim. Initialize qilib bo'ldim. Men bu yerga shu hujjatni qo'shma git add all qildim. Git commit qilib index 1 deb izohatni berdim. Berib bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, git status deb qarasak, bizningki working directory package oldu. Git log one line deb qaraydigan bo'lsak, mana tunji bizningki izohatimiz keldi. Men bu yerga ikkinchi hujjatni qo'shay, index
G chekit HTML qilib ikkinchi hujjat deb qurdim. Qurib bo'lgandan keyin buni qo'shay get add all qildim. Get commit qilib index 2 deganni bosdim. Biz bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsam, mana index 1, index 2 degan 2 commitimiz keldi. Endi men yangi branchdan birini quray. Branch qurish uchun qanday qilamiz degan vaqtida oldingi soatlarda tugunib o'tgan to'q get switch c masalan temp deb qursam bu hozirgi master branchdagi butun commitlarni va hujjatlarni ko'chirib elib yangi branch qurdi temp deb va shu branchga avtomatik o'tdi. Endi qaraydigansak get branch qaraydigansak temp deganning ichida ekanmiz. ls deb bossak index 1 index 2 deb ekan. Get log one line temp deb qaraydigan bo'lsak mana index 1 index 2 degan commitimizmi tan ko'chirilib ketdi. Ko'chirilib kelgandan keyin endi men bu yerga yangi bir hujjatdan birini quray. Bu hujjat nerede bo'ldi deganda temp degan bizniki yangi branch bo'ldi. Bu yerga index 3 chekit html deganni qo'shdim. Qo'shib yangi hujjat deb o'zgartirishdan birini kirgizdim. Kirgizib bo'lgandan keyin get add qildim. Get commit qilib hujjatni izohat berdim. Get index 3 deb berdim. Bir bo'lgandan keyin get log one line temp'ninki log'ini qaraydigan bo'lsak mana index 1 index 2 index 3 deb keldi. Endi biz master branchga chiqib master branchda yangidan bir hujjat quraylik. Get switch master deb qarsak masterni ichiga kirdik. Masterda index 1 index 2 bor ekan. Biz bu yerga index 4 chekit html deb yangi hujjatdan birini quraylik. Index hujjati qurildi deb yozdim. Yozib buni get add qilib qo'shdim. Get commit qilib izohat berdim. Index 4 deb berdim. Bergandan keyin get log one line master deb qaraydigan bo'lsam index 1 index 2 index 4 ekan. Endi biz get switch temp degan nemga chiqaylik. Branchga chiqsak tempda qaraydigan bo'lsak index 1 2 3 bor ekan. 4 yo'qolib ketdi. 4 yo'qolib ketdi. Shundami? Get log one line temp'ni bosaylik. Bossak index 1 2 3 bor ekan. Get log one line master deb bossak masterda index 1 index 2 index 4 bor ekan. Endi biz normalda bir branchdan yana bir branchga kodlarimizni birlashtirganda qanday qildik? Get merge deganni ishlatardik. Shundami? Get merge qilib qayerga, ya'ni masalan tempga nerdan masterdan manda qilib master branchdagi kodlarni temp degan branchga merge qilatdim. Endi biz merge qilgan vaqtida masalan masterga qilgan vaqtida tempning keyniga masterdagi kodlar ulinib chiqdi. Ya'ni 1 2 3 andan keyin 4 keladi. Ama Rebase'ga qaraydigan bo'lsak, Rebase'da tempda 1 2 shundami? 1 2 masterdami bor. Ama masterda index 4 bor. Tempda index 3 bor. Endi bu yerdagi masterdagi index 4 bu index 3 ninki arası kirib 1 2 4 3 olib chiqadi. Buni ko'rib boqaylik. Get rebase master deb qarasak mana rebase bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak index 1 2 3 4 deydigan hujjatimiz.
hammasi keldi. Buni hamda get log one line temp deb qaraydigan bo'lsak, mana 1 2 4 3. Chunki 4 mana bu index asli merge qilgan vaqtida index 1, index 2, index 3, undan keyin index 4 keladi. Ammo rebase qanday degan vaqtida rebase'da mushu master branchda index 4 degan eng oxirgi commit bo'lganligi uchun bu commit mau temp branchdagi commitninki eng o'xshash commitning eng oxiri, ya'ni o'xshash commit hozir index 2 shundami? Index 2 ning keyiniga master branchdagi index 4 keldi. O 4 kelib bo'lgandan keyin, undan keyin bizningki temp branchdagi mau commitimiz keldi. Ya'ni temp branchda index 3 batdi. Şuna index 4 degan master branchdan kelib index master branchdagi commitlarimiz o'xshash bo'lgandan keyin, anandan keyin temp branchdagi kodlar keldi. Bu rebase'ningki ishiltish o'rni. Ya'ni bu bunda qildik. Hammasi bayamqi slayd ko'rsatganga o'xshash bir tuzsizlikdagi izohatlar bo'ldi. O'xshash bir tuzsizlikqa aylandi. Undaqda bugungi darsimiz 5-lik, keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.